Mashinani nasiyaga olish bo'yicha ham ko'p muhokamalar bo'ldi. O'zim men o'sha bir narsani gapirganda o'sha bo'lgan voqealardan olib turib gapiraman-da. O'shanga bu bo'yicha bitta akamiz bor, yaqin akamiz bordi. Xullas, shu eski Cobalt bo'lardi. Cobalt o'ziniki hech kimga to'lamaydi. Misol uchun o'sha haydab yurdi-da, keyin taksi qilaman dedi, Yandex qilaman, o'sha qimmatida, biznesida qilaman dedi. Keyin men aytdim, "O'y, oson emas. Uni misol uchun fikringizdan qayting, desam, bo'ladi, yaxshi bo'ladi" dedi. O'sha eski Cobaltni sotib turib, yangi bitta mashina olindi. O'sha biznesga tortadigan mashina edi. O'sha birinchi znosini to'landi, keyin qolganini oyma-oy berish sharti bilan oldi mashina. Keyin 2 oymi 3 oy haydadi, qilolmagandan keyin misol uchun o'rtada bitta mashina, ya'ni o'zini haydab yurgan mashinasi yo'q bo'lib ketdi. Shu odam misol uchun mashinasi qoldi. Yana bitta voqea bizni mijozimiz bilan bo'ldi. 5-6 ming aylantirib yurardi. Keyin bir kun o'sha mashina qimmat paytda Spark oldi. 1 yillik Sparkni 12 ming dollarga oldi. Keyin bir kelganida mashina oldim, "Aka" dedi. "Ya bekor qilibsan" dedim. "O'zi endi ko'tarilib chiqayotgan tadbirkor bo'lsang, mashinaga senga vohlik yetsam, bozorga borishga, kelishga qiynalyapman u bu" dedi. Keyin "Mayli, o'zingga qara, lekin bekor qilibsan" dedim. 2 yil o'tyapti, o'sha mashinasi 5 mingga tushib qoldi. U oqibatida o'sha bizdan ham 5 ming qarzi bor edi. Shu 5 mingni bir 4 yilmi, 5 yilda qiynalib turib uzdi. Xulosa o'rnida nima demoqchiman? Mashinani olayotganda, mana shu bo'lib-bo'libga olayotganda yaxshilab o'ylab turib, oqibatlarni hammasini o'ylab turib, keyin olishni maslahat beraman.